Qizlarjonlar yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Hozir istoriya olmasam bo'lmaydi dedim, chunki sochimni yuvib chiqdim va bunaqa holatga kelishiga sababchi bo'lgan mahsulotlarni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Sochim juda ham yog'li ekan, nima desam, объемный bo'lib turmaydi. Men juda ham ko'p sotgan shampunlarimdan biri mana bu shampunni o'zim ishlatib ko'rdim. Bilasizlar, doim o'zim uchun olaman, tugab qoladi. Mana bu shampun aynan yog'li sochlar uchun, keyin sochni объемный qilib ko'rsatadigan shampun juda ham zo'r. Haqiqatan buni atseplarni tashagandim. Hozir yorug'lik tushyapti. Haqiqatan ham juda ham zo'r. Keyin buni yuvganimdan keyin mana buni ho'l sochga sepdim. Sochim anemunaga bunaqa lokon bo'lib turmaydi. Keyin nima desam, uchi yorilib tarolmayman sochimni sariq qilib bo'yaganim uchun. Aynan salonchilar, keyin o'zingiz uchun ham injiq sochlar uchun ishlatsangiz bemalol zo'r qilib tarab berar ekan. Shunday sepdim, sirasi tarab oldim. Sochim og'rimadi ham, hech narsa bo'lmadi. Qizlar ana shundan ishlatinglar.